Ertaga O'zbekistonda yomg'ir va qor yog'ishi kutilmoqda. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, kanalimizga yangi bo'lsangiz obuna bo'lishni unutmang. O'zgidromet ertaga 12 oktyabr kuni kutilayotgan ob-havo ma'lumotlarini e'lon qildi. Unga ko'ra Qoraqalpog'iston Respublikasi, Xorazm viloyatida havo biroz bulutli bo'lib, yog'ingarchilik kutilmaydi. Shamol sharqdan 7-12 metr/sekund tezlikda esadi. Kechasi 6-11 daraja, kunduz kuni 22-28 darajalik bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Kechqurun yog'ingarchilik kutilmaydi. Kunduz kuni ayrim hududlarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ib, momaqaldiroq bo'lishi kutilmoqda. Shamol sharqdan 7-12 metr/sekund tezlikda esadi. Kechasi 8-13 daraja, kunduz kuni 25-30 darajalik bo'ladi. Toshkent, Sirdaryo va Jizzax, Samarqand viloyatlarida havo biroz bulutli bo'lib, yog'ingarchilik kutilmaydi. Faqat kunning ikkinchi yarmida Toshkent viloyatining ayrim hududlarida qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi kutilmoqda. Shamol sharqdan 7-12 metr/sekund tezlikda esadi. Kechasi 8-13 daraja, kunduz kuni 23-28 darajalik bo'ladi. Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'lib, yog'ingarchilik kutilmaydi. Shamol sharqdan 7-12 metr/sekund tezlikda esadi. Kechasi 10-15 daraja, kunduz kuni 28-32 darajalik bo'ladi. Andijon, Namangan, Farg'ona viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'lib, yog'ingarchilik kutilmaydi. Shamol sharqdan 5-10 metr/sekund tezlikda esadi. Harorat kechasi 7-12 daraja, kunduz kuni 24-29 darajalik bo'ladi. Respublikaning tog'li hududlarida havo o'zgaruvchan bo'lib, ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Baland tog'li hududlarda qorga aylanishi kutilmoqda.